Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Mana kuzgi kaltak payvandlash jarayonidamiz. Xudo xolasa kuzda olib qo'yilgan kaltaklar oqshom ertangi pishadigan, shakaringdan keyin pishadigan kaltaklarimiz bunday qilib olib qo'yiladi mana. Nechta ko'rsatdim? Bu o'ziga tushadigan joyini moslab olasizlar. Kaltakda keyin mana qalinligiga qarab ulanadi. Dada. Ha. Aşı bir meyve qiladi. Xudo xolasa bu mevalargacha ko'rsatamiz. Plyonkadan keyin mana nima qilasan? O yelkalaridan Strich qog'oz, strich salafani mana. Ha? Bunday qilib o'rab, mahkamlab baslar. Havo kirmasligi kerak. Strich salafani yumshoqroq, shunga yaxshi tushadi, effekti yaxshi. Yelkalaridan ko'proq so'raydi. Aylantirib ulab tashlaymiz hammaga. Mana joyga mana bunday qilib havo yemasinga shunday qilib baslar. Qurib qolish xavfi kamayadi. Keyin bunaqa malyarnis go'shtda o'rab baslar mahkamda, plyonka yechilib ketmasin. Malyarnis go'shtda siqib o'rab qo'ysalaring, plyonkalarning yechilib ketmaydi. Yaxshi ushlab turadi. Ulashga qiziqadiganlarga o'rgatyapman. Ulash jarayoniga qiziqadigan, uyini sortini yaxshiroq sortlarga almashtirgisi kelganlarga shunday qilib ulab orsalaring bo'ladi. Bugun aprelda nechanchi istosi? 17-aprel mana. Xudo xolasa ko'kargan jarayonlarni videoga olib tashlab qo'yamiz. Tayyor. Sog' bo'lasizlar.